Nimaga yahudiylar tijoratda o'ta kuchli bo'ladi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Chunki ularda kavanoz sistemasi bor. Bu nima degani? Bir inson 10 ming dollar pul topadigan bo'lsa, uni faqatgina 5 ming dollarini ishlatadi xolos. O'sha 5 ming dollarni ham 1000 dollarini ibodatga, 1000 dollarini yordamga, 1000 dollarini o'zini ehtiyojlariga, qolgan 2000 dollarni esa o'zini ishiga investitsiya kirgizadi. Qolgan 5 ming nima qiladi bilasizmi? Hech kim bilmaydigan joyga yashirib qo'yadi. Ana shuning uchun eng zo'r tijoratchiga aylanishadi. Endi qarab turing. Davlat universitetlari tomonidan tamal bilim beriladigan bo'lsa, hayotda kerak bo'ladigan asosiy fundamentlarni oiladan, tarbiya orqali berishadi ota-onalari. Shuning uchun yahudiy bolalari katta bo'lganda otasidan qolgan sarvatni ham davom ettirib ketadi. Mana dunyodagi millioner insonlarga yaxshilab e'tibor bering, ko'rasiz. Endi qarab turing, yahudiylardan qolgan bir so'z bor. Yashamoqchi bo'lsang, o'qi, ishla. Boyamoqchi bo'lsang, ishlab chiqar, sot. Millioner bo'lmoqchi bo'lsang, olib sot. Milliarder bo'lmoqchi bo'lsang, unda ehtiyoji bo'lgan bozor tashkil qil, sot, keyin qaytarib sotib ol. Lekin shu oxirgisini tushunmadim mana. Shuning uchun bu videoda eng millioner akalarimizga yuborib qo'ying, chunki bu savol javobini topishimiz kerak. Endi do'stlar, Temir tovon asarini albatta o'qib chiqing. O'qiganingizdan keyin ayni shu videoni izohlariga yozib keting fikringizni. Bekorga temir tovon emas. Yaxshilab e'tibor bering. Jack Londonda eng muazzam asar 1908-yilda yozilgan, lekin hozirgi muammolarga ham javoblar, bir muhokamalar bor do'stlar. Sizlar uchun. Telegram kanalimizga ham obuna tashab qo'ying. Siz uchun eng zo'r ma'lumotlarni qo'yib boryapmiz. Va men jurnalist Temur Ikromoğlu, maxsus sizlar uchun bo'ldi. Ko'rishguncha.